Ishlab odamlar bilan suhbatlashib, ishlash jarayonida o'sha hamma yig'ilgan sabablarni o'sha guruhlaganimizda ikkita guruh bo'ldi. O'sha bittasi, demak, biz unga psixologik savodxonlik deb nom berdik. Demak, odam deylik o'sha yosh davrlarni ham bilish kerak ekan, jins psixologiyasi degan narsa bor. Uni ham o'sha o'g'il bolani o'g'il boladek, qiz bolani qiz boladek o'stirish kerak ekan. Hamma bolaga o'zini yoshini davrida kerak bo'ladigan narsalarni berish kerak ekan deb. Undan tashqari o'sha xarakter deyishadi. Deymiz, o'zimiz ham xarakter asosida turadigan nimalardir borligini o'shalarni sekin ko'rib yig'ilganida, undan tashqari deylik odamlar charchab qolamiz deydi. Demak, stress tushunchasi o'shandan kelib chiqqan mavzu emas. Juda ko'plar nizolar, asosan nizolar bilan kelishgan bizda. Endi shu tushunmovchilik bilan yoki uni sal chuqurrog'i nizo bilan deylik. Nizolar, mavzular o'shalar yig'ilib, keyin biz uni psixologik savodxonlik deb nomlaganmiz. Ya'ni uni o'sha psixologik savodxonlik paketi ham deganmiz. Ya'ni odam mana maktabga boramiz, birinchi 4 sinfda boshlang'ich maktab deymiz. O'sha kerak bo'ladigan birinchi boshlang'ich narsa, ilm, bilimlarni yig'ib olamiz. Ana undan keyin o'rta maktab deymiz, keyin oliy maktab deymiz. Ya'ni o'sha hammasini o'zini oladigan bilimlari bo'ladi.